Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi o'zingizmisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. Ismingiz, o'zingizni tanishtiring. Ismim Guli. 30 yoshdaman. Bitta qiz farzandim bor. Turmush qurgansiz. Guli, nima muammo bilan keldingiz meni oldimga? Nima muammoga yechim izlab keldingiz? Men bu muammo bilan ko'p psixologlarga bordim. O'zim ham o'qidim psixologiyada. Menda qo'rquv bor. Yechim topolmayman bu narsaga. Shuning uchun oldingizga keldim. Nimalardan qo'rqasiz, misol uchun? Men cho'chiyman. Yolg'iz qolsam ham qo'rqaman. Xuddi hozir nimadir bo'ladigandek bo'ladi. Yuragim takifga bo'lib ketadi. Bo'ladi-ku, ichingizda qanaqadirchi Vahima. Vahima bo'ladi, qo'rquv bor. Yolg'izga chiqib yursam ham orqamdan xuddi kimdir kelayotganga o'xshaydi. Cho'chib yuraman. Qo'liydi, siz qochmoqchi bo'lasiz. Shunaqa bo'ladi. Qo'rqaman, bilmayman nimaga, shunaqa qo'rquv bor. Xayolimda bu kim kelyapti degan narsa bor debanda. Farzandingiz, turmush o'rtog'ingizga nisbatan ham bo'ladimi? Farzandimdan qo'rqaman. Chiqdim deb telefon qilsa, уже voy esalom kelarmikan, voy deb xuddi kimdir o'g'irlab ketadi, kimdir nimadir bo'ladi. O'zimda anaqa bor-da, cho'chish bor-da. O'shaning uchun xuddi o'zim cho'chiganim uchun bolam ham hozir nimadir bo'lsa-chi, kimdir olib ketib qolsa-chi deb qo'rqib ketaman-da. Bilmayman nimaga, cho'chib ketaman juda ham. Shuni orqasidan anaqa ham aritmiya kasalini ham orttirib oldim. Unaqa kasal emas edim, cho'chiganimdan bilmayman. Yuragingiz tez uradi. Shunchalik uradi, tomog'ingizga keladi. Shunaqa. Xo'p, yolg'iz qolsam qo'rqaman dedingiz. Misol uchun qanaqa yolg'iz qolsangiz? Shu uyda, uyga kirsam, uyda masalan uxlashdan oldin ham qanday qo'rqib uxlayman-da, bo'ladi-ku. Svetni yoqib uxlashadi-ku, o'shaqa narsa bo'ladi-da, qo'rqib ketaman. Xo'p, keling hozir o'sha qo'rquvingizda yashab ko'ramiz. Tayyormisiz? Hop, tasavvur qiling, o'sha uyda mana qorong'i tushdi ko'chada, uxlashdan oldin nimalarni o'ylayapsiz mana hozir? Nima bo'lyapti mana qorong'i, o'sha xayollaringizda o'sha yuragingiz yana uryapti, tomog'ingizga kelib havo yetishmayapti. Mana nima bo'lyapti, nima bo'lishi mumkin? Eng yomon vaziyat o'sha paytda nima bo'lishi mumkin? Uyga yomon insonlar kirib kelyapti. Xo'p. Keyinchi ular nima qilishi mumkin? Nimadirlar o'g'irlaydimi? Yo'q. Xuddi menga tegayotgandek bo'lyapti. Xo'p. Yana qanaqa qo'rquv, nima his qilyapsiz? Uyga kimdir kelyapti, lekin xuddi nima deydi? O'zingizga kelgan odam bo'ladi-ku, qiz bola paytingiz, например, qo'rqasiz-ku, uydagilar aytishardi-ku, shu payt bilmaganmizda, o'shanaqa qo'rquv bo'lyapti. Mana oldimga kelyapti. Uyga bu narsasini olgan emasda, xuddi siz narsalaringizni o'g'irlashga kelmadi ular. O'sha paytda turmush o'rtog'ingiz uxlayaptilar. Qizingiz-chi? Qizingiz qayerda? Ular qizingizga ta'sir ko'rsatishi mumkinmi o'sha qo'rqayotgan insonlaringiz? Qizimdan ham qo'rqaman. Qizimdan ham qo'rqaman lekin. Demak, sizga va qizingizga tegajonlik qilishlari mumkin. Bu kelgan insonlar, o'sha siz qo'rqadigan inson. O'shanga ham yolg'iz uyda qolishdan ham qo'rqaman deb. Tushunarli. Guli, keling hozir siz bilan aynan o'sha qo'rquv birinchi marta qachon sodir bo'lganligini aniqlashga harakat qilamiz. Buning uchun o'zingizni bo'sh qo'ying, ko'zlaringizni yuming va 3 marta chuqur nafas oling va yengil chiqaring. Yana bir marta. Hozir siz yolg'izsiz va qanaqadir yopiq joyda, qorong'i xonadami, birinchi marta aynan shu qo'rquvi o'sha yuragingiz tez urib, tomog'ingizgacha havo yetishmagan
Hissi birinchi marta his qilasiz. Aytingchi Guli, qattasiz? Qatta qachon birinchi marta shu qo'rquvni his qildingiz? Magazinda. Magazindasiz. Aha. Qanaqa magazin? Kim bor yoningizda? Qo'shnimizning do'koni edi. Aha, qo'shnilar do'koni. Aha. Siz bir o'zingiz. Bitta o'zim kichkina paytim Necha yoshdasiz? 8-9 kichkina. Nimaga bordingiz o magazinga? Uni nonga yuborgandilar ertalab adashmasam. Magazinga kirdingiz? Nima bo'lyapti? Magazinda hech kim yo'q. Do'konni egasi bitta bola. 20 yoshliman. Do'kon eshigini qulab qo'ygandi. Siz kirgandan keyin u do'konni qulab qo'ydi. Keyin tegajog'lik qilgandi. Siz o'zingizni himoya qila olmayapsiz shu paytda. Yo'q. Tushunarli bo'ldi Guli, ko'zlaringizni oching, mana suv ichib oling. Demak, birinchi marta siz 9 yoshingizda shu og'riqni his qildingiz. Bilasizmi, insonni hayotidagi qo'rquv, travmalari asosan yoshlikka borib taqaladi. 90% travmalar insonda bolaligida bo'ladi, chunki kichkina paytimiz, aynan siz aytayotgan yoshdagi 8-9 yoshli payti hali bolani miyasi uni fikrlashi hali 100% shakllanmagan bo'ladi. Ya'ni bola o'sha paytda xuddi mana katta inson nima qiladi? O'ylaydi, analiz qiladi, hozir nima qilsam bo'ladi, nima qilsam to'g'ri bo'ladi, men bunaqa qilaman deydi. Bola o'sha payt u kutilmagan vaziyatda qattiq qo'rquvda shok bo'lib qoladi. Va sizni og'rig'ingiz shundaki, siz 30 yoshga kirgan bo'lsangiz ham, ichingizda o'sha 8-9 yoshli qizcha hali ham o'sha yigitdan 20 yoshdan oshgan bola deyapsiz, to'g'rimi? Qo'shninglar. O'sha boladan qo'rqib yashaydi. Xuddiki yana o'sha narsa sodir bo'ladi va boyligingizni yo'qotishdan emas, hattoki o'zingizni ham joningizdan emas, mani qizimga tegajonlik qiladi u kelib degan qo'rquv bilan shuncha yil yashab kelyapsiz. Charchab ketdingiz-a? Charchadim. Har kuni shu og'riqni qayta yashab berishdan. Chunki insonni miyasi o'tmish, kelajak degan narsani bilmaydi. Har gal biz o'sha o'tmishdagi travmamizni eslaganimizda, bizning ongimiz yana o'sha vaziyatda yashab beryapman deb o'ylaydi-da. Har gal yana organizmda kortizol gormon bu gormon smerti deyiladi. Bora insonni o'limgacha olib kelishi mumkin. Chunki har gal mana shu stress payti kortizol gormon ajralganda tanada u bora mana yurak aritmiyasi va undan ham yomon kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda nimani tushunishingiz kerak? U paytda siz bola edingiz. Siz o'zingizni ayblashingiz kerak emas. Aybdor his qilasizmi o'zingizni? O'sha paytda baqirishim kerak edi, nima baqirmadim, nima itarib chiqib keta olmadim degan his bormi ichingizda? Kuchim yetmagan. Kichkina bo'lganman. Bu tabiiy. Bu yerda o'zingizni ayblashligingiz to'g'ri emas, chunki bola katta 8-9 yoshli qizcha 20 yoshli erkakdan kuchi ko'p bo'lishi iloji yo'q narsa-da buni. Shuning uchun keling hozir o'sha yigit mana hozir siz esizdami nima bo'lgan keyin mana o'tdan chiqdingiz, to'g'rimi? Keyinchi u
bola orqangizdan chiqdimi yoki uyga kelib ota-onangizga aytib berdingizmi, nima bo'ldi? Uyga kelganman. Oyimga aytganman. Keyin oyim adamga aytganlar. Keyin adam chiqib ketganlar shu bilan. Shu bilan Siz ko'rmagansiz, aringiz uni balkim jazolaganlarini ko'rmagansiz va men o'ylaymanki, o'sha paytda agar siz ko'rganingizda edi, siz o'sha bolani kuchsiz holida ko'rganingizda bu darajada qo'rquv bo'lmasdi sizda. Lekin siz uchun u juda ham bir kuchli, hech kimni kuchi yetmaydigan va haligacha agar shu vaziyat sizda sodir bo'lsa, siz yana hech narsa qila olmaydigandek his qilasiz o'zingizni. qo'rqaman o'shaning uchun. Endi hozir 30 yoshli Gulini oldiga u yigit ozg'inmidi? U yigit kelsa va barmog'ini uchini teqizsa, hozir Guli 9 yoshli qizcha holida indamay turadimi, yig'lab qo'rqib? Yo'q. Nima qiladi Guli? Nima qila olishi mumkin? Bor ovozi bilan baqiradi. Yordamga chaqira olmayman. Endi uni yonida uni himoya qiladigan insoni bor. Guli, bir narsani tushunishimiz kerakki, bu hayotda bizani o'tmishimizda nima bo'lgan bo'lsa ham albatta yaxshilikka bo'lgan. Balki ba'zi insonlar o'ylashi mumkin, bu vaziyatda nimasi yaxshilikka bo'lishi mumkin? Keling biz kengroq qaraymiz bu narsaga. Mana sizga Alloh farzand beribdi, qiz farzand beribdi. Agar siz hozir ana o'sha qo'rquvdan xalos bo'lmasangiz, bu narsa albatta qizingizga takrorlanishi mumkin. Chunki biza qancha qo'rqqan sarimiz o'sha vaziyatni o'zimizga chaqirib olamiz. Siz bu narsa qizingizda takrorlanmasligi uchun Alloh aynan sizga shu vaziyatni berdi. Yaxshiyamki siz qochib qutuldingiz. To'g'rimi? Yomon последствиялар bo'lishi mumkin edi o'shanda. Lekin siz qochib qutuldingiz va o'ylaymanki, hozir siz qizingizni ehtiyot qilasiz ana shunaqa vaziyatdan. Va men o'ylaymanki, har bitta ota-ona qiz farzandiga, hattoki kichkina o'g'il bolalarni ham yolg'iz ko'chaga chiqarmaslikka harakat qilish kerak. Chunki u oldin bo'lgan, hozir unaqa insonlar yo'q degan garantiya yo'q. Shuning uchun paka farzandlarimiz kichkinami, ota-ona birga yurish kerak yoki yolg'iz chiqarmasligi kerak. Sizdagi bo'lib o'tgan vaziyat bu bo'lib bo'ldi. Siz har kuni qo'rqishligingiz, bu har kuni siz o'sha og'riqni yana boshqatdan yashab beraverishligingiz, bu aritmiya endi boshlanishi degani. Bu bora-bora undan ham qo'rqinchli kasallikka olib kelishi mumkin. Va hozir siz shuni tushuningki, что endi men kichkina Guli emasman. Endi men 30 yoshdaman. Endi men o'zimni himoya qila olaman. Endi men baqirish kerakligini bilaman. Va bu menga xayrli bo'lgan. Чтобы siz farzandingizni bunaqa vaziyatga tushishini oldini olishingiz uchun. Toki biz bilan bo'lgan o'sha yomon holatlarni hayotimizga qabul qilmas ekanmiz, bizada hayotda o'sish bo'lmaydi. Qachonki biz ana o'sha hikmatni tushunib yetamiz, demak menga bu narsa nima berildi? Ana nega men bilan bunaqa bo'ldi emas? Nimani anglashim kerak? Nimani oldini olish uchun bu vaziyat men bilan sodir bo'ldi deganimizda o'zi ichimizdan javob keladi. Va bu sizga yaxshilikka bo'lganki, kelajakda qiz farzandingizni yolg'iz o'zini ko'chaga chiqarib olmasligingiz uchun, bunaqa qo'rqinchli vaziyatlar sodir bo'lmasligi uchun. Hozir qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Sizga aytib berib ancha yengil tortdim. Yengil tortdingizmi? Ancha yengil tortdim. Sababini bilolmayaptim. Qo'rquvim sababini qanaqadir bildim. O'zim men aybdorlik hissini kamaytirish kerakligini tushunyapman. O'zingizni ayblamang, chunki
inson o'zini ayblaganda aybdorni nima qilish kerak? Jazolash kerak, to'g'rimi? Biz qachon o'zimizni aybdor his qilsak, biz o'zimizga jazo bo'lib xizmat qiladigan vaziyatlarni tortib olamiz. Ya'ni qachon odam o'zini aybdor his qiladi? Man yomonman, man kuchsizman deb hisoblaganida. Va qachonki men yomonman, demak men jazolanishim kerak deydi va hayotiga shunaqa xuddi jazolanganday vaziyatga kirib kelaveradi. Shuning uchun siz bu yerda hech qanaqa bir yomon ish qilmadingiz, siz bola edingiz, shuni anglab yeting. Ya'ni iloji bo'lsa o'zingiz bilan gaplashing, chunki qachon inson o'zini og'riqlarini o'zi davolalaydi oladi. Qachonki u o'ziga savol bersa, men nimani his qilyapman hozir? Misol uchun mana shunaqa bo'lyapti, topdingiz, ildizini. Endi bolalik pozitsiyasidan chiqish kerak. Tushunib yetish kerakki, endi men yosh bola emasman. Va o'zingizni ayblamasdan, men aybdor emas edim. Men hech narsa qila olmasdim, chunki men bola edim. Lekin hozir men o'zimni himoya qila olaman. Va qizingizga ham oldindan tushuntiringki, har doim qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar baqir. Chunki bolani hali psixikasi rivojlanmagan bo'ladi va u o'sha payt shok bo'lib qoladi. Biz ota-onalarning mas'uliyatimiz ularga bunaqa holatda qanaqa o'zini tutish kerak. Baqirish kerak, yordamga chaqirish kerak, telefon qilish kerak, ya'ni shok bo'lib qolmasligi uchun bizga shunaqa darslar berilgan bo'ladi. Guli, hozir ko'zlaringizni yuming va 30 yoshli Guli aynan o'sha 9 yoshli Gulini oldiga magazinga kirib borsin. Kirib bordi va o'sha kichkina, shiringina Gulini qo'llaridan ushlang. Ko'zlariga qarang va ayting: Guliyim. Takrorlang. Guliyim. Men seni yoningdaman. Men seni yoningdaman. Men seni himoya qilaman. Men seni himoya qilaman. Qo'rqma. Qo'rqma. O'zingni ayblama, sen hali bolasan. O'zingni ayblama. Sen hali bolasan. Lekin bil, men hech qachon seni tashlab ketmayman. Lekin bil, men seni hech qachon tashlab ketmayman. Har doim yoningda turaman va himoya qilaman. Har doim yoningda turaman, himoya qilaman. Senda menda sen borsan. Senda menda sen borsan. Sen hali juda ham baxtli bo'lasan, turmushga chiqasan. Sen hali juda ham baxtli bo'lasan, turmushga chiqasan. Shiringina qizching bo'ladi. Shiringina qizching bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni yaxshi ko'raman. Uni quchoqlang. Yaxshimisiz? Yengillik his qildingizmi? Juda ham yengil bo'ldi. Endi oldingidek qo'rqadigan Guli yo'q. Shunaqa. Juda ham yengil bo'ldi, mahbubaga. Guli, tasavvur qiling, hozir siz 9 yoshda emas, 80 yoshdasiz. Endi 80 yil umringizni bunda orqaga qaraganingizda
har kuni mana shu qo'rquv, xavotir, vahima, cho'chish bilan yashab o'tdingiz. Qanaqa his? Mazza qilib yashadim, yaxshi ham shunaqa yashabman deysizmi? Yo'q. Tabiiyki, voy umrimni siqilish bilan, qo'rqish bilan, yomonlik kutish bilan o'tkazibman deysiz, to'g'rimi? Shunaqa ekan, sizga avvalambor bugun kattakon rahmat demoqchiman, minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki siz faqat ikkimiz bo'ladigan konsultatsiyani olishingiz mumkin edi, lekin siz meni birgina iltimosim uchun rozi bo'ldingizki, bizni ko'rib turgan, aynan mana shunaqa og'riq bilan yashayotgan, hozir minglab, millionlab ayollarga manfaatli bo'ladigan podkast oldik deb o'ylayman. Konsultatsiya qildik va bu uchun sizga rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Manfaatli bo'lsin sizga ham va bizani ko'rib turgan barcha ayol, qizlar, insonlarga. Inson ikki xil ulg'ayadi. Yoki qari bola pozitsiyasida qoladi. Ya'ni yoshi katta bo'laveradi, ko'rinishi o'zgaraveradi, lekin ichida o'sha bolacha bilan bir umr yashab beradi. Yoki inson yetuk ulg'ayishi mumkin. Ya'ni uni ichida u hozir Guli 30 yoshda bo'lsalar, 30 yoshdagi Guli keyinchalik yanada yoshi ulg'ayib borgan yetuk inson bo'lib ulg'ayishlari mumkin. Lekin uning uchun bizga ilm kerak bo'ladi. Va ming afsuski ko'pchilik insonlar ana o'sha qari bola pozitsiyasida bir umr yashaydilar-da va har xil kasalliklarni orttirib, qariganlarda keyin shuncha umrimni zoya ketkazibman, siqilib, xafa bo'lib yashashda o'tkazibman deb afsuslanadilar. Mana shunaqa afsuslanish bo'lmaslik uchun insonga albatta yonida yaqin insonlari, yonida o'sha turmush o'rtog'i, ota-onasi, yaqin dugonalari yoki agar ular bilan ham ana o'sha qo'rquv yoki travmalarni ildizini topa olmasa, mutaxassis oldiga borib yordamidan foydalanish kerak. Hammalarga faqatgina manfaatli va foydali ilm tilab qolaman. Sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Saida Sabirovna edi. Rahmat Guli. Rahmat.